Do'stlar, Atlantis Palm mehmonxonasida ishlaydigan Saidakbardan bugun intervyu olamiz. Saidakbar, o'zingizni tanishtirib o'tasiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Saidakbar. Yoshim 22 da. Atlantis Palm gostinitsasida ishlayman. Nima pozitsiyada ishlaysiz Atlantis Palmda? Atlantis Palmda kafeda ofitsiant bo'lib ishlayman. Ofitsiant bo'lib ishlaysiz. Qanchadan beri Dubaydasiz? Dubayga kelganimga 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Kelib bilan sразу mehmonga ishga kirganmisiz yo boshqa joydan ishlaganmisiz? Dubayga kelib bilsangiz hamma har xil bo'ladi. Men birinchi oddiy pozitsiyadan boshlaganman. Oddiy Dubay Mallda kafe, restoran joy bor. O'sha yerdan boshlab turib, keyin Atlantisga o'tganman. Nima endi Dubai Mallni tashlab Atlantis mehmonxonasiga o'tdingiz? O'zingiz Dubayda yashaysiz, bilasiz, misol uchun gostinitsada ishlasangiz, sizga ko'p imtiyozlar beradi. Misol uchun uy, transport, ovqat. Dubay Malldan ko'ra bu narsa yaxshi, topayotgan pulingiz oshig'i bilan o'zingizga qoladi. Oylik xarajatlaringiz qancha? Men gostinitsada ishlaganim uchun asosiy bazaviy потребностьlarimni gostinitsaning o'zi qoplaydi. Misol uchun uy, mashina va hokazolarni. O'shaning uchun faqat o'zimga 200-300 dollar pul ketadi. Buni bu yerda endi planlar qanaqa? Mehmonxonada qolmoqchimisiz yoki yana boshqa ishda yangilash niyatlaringiz bormi? Bundan buyon planlarim men aynan servis sohasidan chiqib ketmoqchiman, sotuvga o'tmoqchiman yoki kiyimga yoki jewelryga. Nima endi servis sohasi yaxshi emasmi? Servis sohasi yaxshi, boshlayotganlar uchun yaxshi. Misol uchun Dubayda kelib, ozgina tanish bilishi bor, opiti ozgina yiqqan odamga savdo sohasiga o'tgani yaxshi. Savdo sohasi demak ozgina restoran ishlab turib, keyin savdo sohasiga o'tsa bo'ladi. Bular qanaqa bo'ladi? Qiyinchilik tug'dirmaydimi? Hamma joyda qiyinchilik bo'ladi, boshlanishiga qiyinchilik bo'ladi albatta. O'shaning uchun ham aka restoran sohasida aynan waiterlik tanlaganman, chunki mehmon bilan gaplashasiz, unga misol uchun Atlantisda qolgan joylarga qaraganda qimmatroq bo'ladi. U narsani sotishingiz kerak. Bu ham o'shaning uchun mehmon Atlantisdagi ofitsiantlik tanlaganman. Atlantisda mehmonlari ancha bilsangiz yevropalik odamlar asosan, shuning uchun ham. Dubayda nimalarni o'rgandingiz? Dubayda kelib birinchi o'rinda mustaqil bo'lishni o'rgandim. Xo'p. O'zim qaror qabul qilishni o'rgandim. Shu, asosiy narsalar shu. Dubayga kelib ishlayman deydigan odamlarga ikkita maslahat berasiz. Birinchi o'rinda tilni yaxshi o'rgansin. Agar rus tilisi bo'lsa, o'ziga bonus bo'ladi. Xo'p. Ikkinchisi, qiyinchilikka sabr qilsin. Musofirchilik yuribsiz. Bu narsalar sizga baxt olib keldimi? Albatta baxt olib keladi. Nimaga olib kelmaydi? Qiyinchilik o'zi baxt olib keladi-da. Qiyinchilik har bir kishi demak baxt olib keladi. Boshida qiyinchilik bo'ladi, keyin orqangizga bosib o'tgan yo'lingizga qarasangiz, shu yo'lda o'zim bosib o'tdimmi, shunga sabr qildimmi, shuni qila oladimmi degan savol bo'ladi, o'zingizdan xursand bo'lasiz. Agar Xudo xohlasa nasib qilsa, salesga o'tadigan bo'lsangiz, u yerda ham Xudo xohlasa intervyu olamiz. Maslahatlar, boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Bu boladan yana ko'rishib, boyagi savollar beramiz yoki o'zimiz javob beramiz. Rahmat. Rahmat.